Ko'p joyda shunaqa holatga duch kelyapmiz. Ya'ni bizga klientimiz mebelni zakaz beradi. Biz bir haftada tayyorlaymiz. Ukam bir haftada mebelchilar, endi mebelchilar deganlarni korpusnoylar hammasi ham emas. Ko'pchilik aytadi, mana mebelim uka tayyor bo'ladi, uyimni tozalayman, keyin olib kelib berasan deydi. Bo'ldi, gap yo'q deymizda, biz mebelni tayyorlaymiz, bir haftadan keyin telefon qilamiz. U klientimizga aytsa, ukam hali mebelchilarim kelmadi, hali o'rnatmadi deydi. Mana bizga yana bitta klientimizga mana Lena Uglovoyimizni Morena jurnallilari bilan qilib berganmiz. Salkam 2 oy yotdi. 2 oy oldin bo'ldi, kuxnyachilarim keladi, joyiga qo'yib beradi deyishgan, lekin mana hali ahvol. 2 oydan beri shu holat. Oxiri keyin klientimiz bo'ldi, ukam upakovkasi bilan olib kelib qo'yaver. O'zi seni ham sklatingda joy bo'lmasa kerak dedi. Mana hozir endi olib kelib o'rnatib beryapmiz. Shu holatda tashlab ketishga majburmiz. Afsuski bu tomonda hali bilmadim yana qanchalik ish bor. O'zinglar nima deysizlar? Endi hamma ham emas, hammani ham bitta aytganim yo'q. Ba'zi bir mebelchilar shu zakazni olib qo'yib, srogidan cho'zib yurishadi. Bu menimcha to'g'ri ish emas. O'shuning uchun endi to'g'ri bu myaxki emas. Korpusnoyda ishi qiyinligini juda yaxshi bilaman. Bu ish oson emas, lekin aytilgan vaqtda, aytilgan srokda maksimum harakat qilishimiz kerak. Chunki men ham shu mebelchilar qatorida halol rizq qilib, Xudodan so'rab pul topayotgan odamman. Qolgan ba'zi bir shunaqa mebelchilarga iltimos qilib qolardim. Aytilgan paytda mebelni olib kelib berishinglardi. O'zinglar izohlarda fikringlar qoldiringlar.